birinchi savol ishlaymiz. Magniy karbonati parchalanganda deyapti. Yozib olamiz. E'tibor beringlar. Magniy karbonat parchalanganda magniy oksidi va karbonat angidrid hosil bo'ladi. Buni massasi 336 gram ekan, buni massasi 84. Gazni birinchi topib olamiz. Bizda litr bo'lganicha 22,4 litr va proporsiya birinchi topib olamiz. 336 ko'paytiramiz 22,4 bo'lingan 84 deymiz. 89,6. Bu 100% lik unumda bo'ladi deb olamiz. 89,6 litr bu, ya'ni jarayon 100% unumda bo'lsa. Lekin bizda reaks unum 20% bo'lyapti. 20% ni topib olamiz. 17,92 litr bo'lyapti. Javob D bo'ladi. Birinchi savol ishlaymiz. Kaliy permanent parchalanganda hosil bo'lgan gazni litrini so'rayapti. Gaz bu kislorod. Mana buni massasi 632, bu 316 o'zi massasi ikkitasi, ikkita inobatga olasizlar va 22,4 litrda qancha deb hisoblab olasizlar. 2 barobar ko'p bo'lyapti, shuning uchun bu 44,8 litr bo'ladi. 44,8 litrimiz bu 100% bo'ladi. Bizda endi 20% so'rayapti, ya'ni mana reaks unumi degani 20% ni aniqlab olamiz. 44,8 ko'paytirib 0,2 desam 8,96. 8,96 litr. Javob B bo'ladi. 3-1da ishlaymiz. Bertolli tuzi bor. Kaliy xlor O3 bo'ladi. Parchalanganda kaliy xlor bilan kislorod chiqadi. Reaksiyani tenglashtirib olamiz. Bu yoqqa 3 qo'yiladi. 200 gram ekan bu. Bu esa 245 gram. Bizda kislorodda e'tibor beringlar, hajmi chiqqan, demak oldin 3,36 litr hajmi chiqqan. Lekin biz aniqlab olishimiz kerak, qancha hajm chiqadi reaksiyadan. Oldin birinchi aniqlab olishimiz kerak. 200 ni ko'paytiramiz 67,2 ga bo'lamiz 245 ga. Butun sonda chiqdi. 54 butun, e'tibor beringlar, 85 chiqdi litr. Bu 100% bo'lsa, mana bu berilganda qancha deb hisoblab olsanglar ham bo'ladi. 3,36 ko'paytiramiz 100 bo'lingan 54,85. 6,125% bo'ldi reaks unumi. Kattasi har doim 100% bo'ladi. Reaks unumi topadigancha kichkinasi x qilib proporsiya topib qo'yasizlar. 4-1da ishlaymiz. Piritdan sulfoksid olingan. Mana shunaqa savollarda oxirgi moddani yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Oltin guruch tenglashtirib, mana piritda shunday ishlasanglar bo'ladi. 480 gram piritimiz bor. Bu 120 gram bo'ladi. Sulfoksiddan molni so'rayapti. 2 mol. 480 ko'paygan 2 bo'lingan 120. 8 mol chiqdi. 8 mol. Bizda reaks unumi necha? 20%. Demak 8 molimiz 100% bo'ladigan bo'lsa, reaks unumimiz 20% bo'lsa, 20% da qancha deb hisoblab olamiz. Shunda 8 ko'paytirilgan 0,2 deb bo'lsak 1,6 mol. Javob A bo'ladi. 5-1da ishlaymiz. Kalsiy karbonati bor ekan. Kalsiy karbonati yarim qismi, ya'ni 2dan 1 qismi parchalangan. Parchalaymiz. Kalsiy oksid plus karbonat angidrid. Demak, mana bu 11,2 litr chiqqan, bu o'zi 22,4 litr bo'ladi. Karbonat angidrid gramini topib olamiz, proporsiya qilib. 50 gram chiqadi bu. Bu yarim edi. O'zini reaks uchun olingan kalsiy karbonat so'rayapti. Demak, 50 gramimiz bor edi. Bu bir qism, ikki qism umumiysi, ya'ni shu 1/2 umumiysini hisoblab olamiz. 50 ko'paygan 2 100 bo'lar ekan. 100 gram kalsiy karbonat parchalangan. Javob A bo'ladi. 6-1da ishlaymiz. Kaliy permanganat yozib olamiz. Parchalanish reaksiyasi bo'lyapti. Kaliy manganat hosil bo'ladi. Plus manganez toroksid va kislorod chiqadi. Reaksiyani tenglashtirib oldim. Reaksiya unumi 30%. 0,6 mol gaz ajralgan bo'lsa, bu 1 mol. Kaliy permanganatni massasini hisoblab olaman. 316 bo'ladi. Hisoblab olamiz. 316 ko'paytirilgan 0,6. 189,6 gram ekan. Reaks unumi 30%, demak 30% nima qilgan? Parchalangan. Demak 189,6 bu 30% bo'ladi. Reaks uchun olingan degani o'sha umumiy dastlabki kalsiy karbonat so'rayapti. 100% qancha deb hisoblab olamiz. Shunda 632 bo'ladi.
632 gram. Javob D bo'ladi. 7.1 da ishlaymiz. Kalsiy karbonati bor. Parchalangan kalsiy oksid plus karbonat angidrid chiqadi. 11.2 litr chiqqan gaz bu 22.4 litr bo'ladi. Bizda massasini so'rayapti. 100 gramda qancha deb hisoblasak 50 chiqadi. E'tibor beringlar, bu 50% reaksiya unumi bo'lgan. Ya'ni mana bu reaksiya unumi 0.5 degan 50 degan. 50 gram chiqdi, bu 50% reaksiya unumida. 100% da qancha deb aniqlab olamiz. Shunda 100 gram chiqadi. Javob A bo'ladi.